Shu opamiz aytayaptiki, sizlar agar o'lgan bo'lsanglar deyapti. Biz ayollar o'lmadik deyapti. Sizlar deyapti, uyinglarda amniyatni qilib biz kiyib yurgan lozim ishtonni kiyib o'tiringlar. Biz chiqib gapiramiz sizlarning o'rniga deyapti. Subhanalloh. Oy rijollar, oy erkaklar, oy erkaklarning ichidagi erkaklar. Qani sizlar? Qaysi teshiklarda yotibsizlar? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillah. Xo'p. Internet tarmog'ida bitta videoga ko'zim tushib qoldi. Achinib ketdim, badanlarimdan titroqlar chiqib ketdi. Bunaqa holatga anchadan beri kelmagandim, ya'ni bunaqa holatga tushmagandim anchadan beri. Pashta eslolmasam ham kerak bunaqa holatga tushganligim. Ya'ni ta'riflab bera olmayman. Inshaalloh so'zlarim bilan buni sizlarga ochiqlab berishlikka harakat qilaman Allohning izni bilan. Ya'ni u videodagi opamiz bir muslima, bir soliha ayol chiqib tog'utlarga, shaytonni malaklari tog'utlarga chiqib haqda gapirishlikni o'ziga nima jazm topibdi. Ya'ni ancha muncha men erkakman, men muhdiyman, men domlaman, men doktorman, men termiziyman, vahoman, kazoman degan insonlarni gapirmagan gapini mana shu bir ojiza, bir muslima opa-singlimiz o'ziga jazm qilib, jur'at qilib, erkaklarda hamiyatini olib, erkaklarda vujulatini olib chiqib internet tarmog'ida siz o'lgan bo'lsangiz deyapti. Bu subhanalloh, bu juda og'ir gap. Men erkakman, men rijolman, men erkaklarning ichidagi erkakman degan erkaklarga juda og'ir gap. Agar o'zingizlarni erkakman deb his qiladigan bo'lsanglar. Shu opamiz aytayaptiki, sizlar agar o'lgan bo'lsanglar deyapti. Biz ayollar o'lmadik deyapti. Sizlar deyapti, uyinglarda amniyatni qilib biz kiyib yurgan lozim ishtonni kiyib o'tiringlar. Biz chiqib gapiramiz sizlarning o'rniga deyapti. Subhanalloh. Oy rijollar, oy erkaklar, oy erkaklarning ichidagi erkaklar. Qani sizlar? Qaysi teshiklarda yotibsizlar? Aqlinglarni ishlatinglar. Sizlarni gapiradigan gapinglarni bir ojiza muslima opa-singlimiz chiqib gapiryapti. Ey rijollar, qattasizlar. Qachongacha lozim ishton kiyib, ayolingiz, opa-singlingiz, onangiz lozim ishtonlarini kiyib uyda o'tirmoqchisiz. Musulmonchilikda da'vo qilyapsiz-ku. Siz mo'min edingiz-ku. Qani siz? Qatga qarab ketyapsizlar. Shu darajada ojiz bo'lib ketdinglarmi? Sizlarni gapiradigan gapinglarni ayol kishilarga qo'yib beryapsizlarmi? Shaytonga, tog'utga gapirishlik kerak bo'lgan gaplarni bir ojiza muslima chiqib gapiryapti. Sizlarchi? Sizlar nimaga gapirmayapsizlar? O'zbekistonda erkak kishi qolmadimi? Buni ko'rib turibmiz. Buni hamma ko'ryapti. Buni butun dunyo ko'ryapti. Muslima opa-singlimiz aytayaptiki, siz deyapti, Qur'oni Karim festivalini yopib tashladingiz. Mana shu gaplarni erkak kishilar gapirishlik kerak edi aslida. Va aytayaptiki, o'rniga ko'pik festivali qildingiz. O'rniga piva festivalini qildingiz. Yaqinda gay festivali bo'ladi deb eshityapmiz. Vallohu alam. Mana shunga o'zi oz qoldi. Piva festivaliga hech kim indamadi. Na muhtiyman degan odam, na domlaman degan odam, na va hokazolar. Na erkakman men deb yurgan, vujulati yo'q, hamiyati yo'q bir xunasalar gapirmagan gapni mana shu opamiz chiqib nima qilyapti, gapiryapti. O qattasizlar. Qani sizlar, men ahli sunnaman degan qattasizlar. Qani sizlar, men salafiyman deganlar qattasizlar.
O qani sizlar? Men vahobiyman deganlar, qani sizlar? Alloh va rasuliga chaqiradigan erkak rijollar qayerda sizlar? Nimaga chiqib gapirmayapsizlar? Bu holatni tushunyapsizlarmi? Alloh azza va jalla sizu bizni, ya'ni erkaklarni yo'q qilib, bizni o'rnimizga ojiza bir ayolni gapirtirib qo'yapti. Bu holatga biz achinishligimiz kerak, yig'lashligimiz kerak. Ya Alloh, mana shu bir ojizachilik ham bo'lolmayapmanmi deyishligimiz kerak biz. Mana shu ojiza, Allohning dushmani, shaytonning do'sti tog'utlarga chiqib gapiryapti. Men mana shu gapni gapira olmayapman deb biz yig'lashligimiz kerak. Qayerdasizlar? Mana shu muslima opa-singilchalik ham bo'lmayapsizlarmi? Subhanalloh, qayerga qarab ketyapsizlar? Qayerga qarab? Dunyoda orqasidan ketyapsizlarmi? Alloh azza va jalla nima deyapti? Dunyo mal'un deyapti, la'natlangan bu dunyo deyapti. Mana shu dunyoda orqasidan yugurib ketyapsizlarmi? Qayerga qarab? Allohdan qo'rqinglar. Yig'lashligimiz kerak bu holatga. Biz gapiradigan gaplarda bir ojiza ayollar chiqib gapiryapti. Subhanalloh. Subhanalloh. Voy, ko'zinglarni ochinglar. Erkakchilikni da'vo qilyapsizlarmi? Haqiqiy erkak bo'lib yashanglar. Haqiqiy erkakcha gap gapiringlar. Qo'rqmanglar o'lib ketishlikdan. Qo'rqmanglar qamalib ketishlikdan. Bu albatta Alloh azza va jalla izn bersa bo'ladigan narsalar. Yozgan bo'lsa qayerga qochasiz? Yozmagan bo'lsa nimaga qochasiz? Qayerga qarab ketyapsiz? Ko'zinglarni ochinglar. Massalama.